Alloh taoloni bandalarini oralarida shundaylari bor, ularga hattoki malaklar, farishtalar ham havas qilishadi, orzu qilishadi deydilar-da. Ular kimlar desa, ular Allohning do'stlari. Allohning do'stlari Qur'onda juda ko'p oyatlarda keladi, takrorlanadi qayta-qaytaki, ala inna awliya Allohi humul muttaqun. Allohning do'stlari kimlar? Javobi oyatda bor-da. Ular taqvo sohiblari, taqvodorlar. La xawfun alayhim va la hum yahzanun. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum eng ko'p takrorlanadigan oyatlardan ayni mazmun. Ya'ni Allohning do'stlariga aslo va aslo qo'rquv, xafachilik, xavotir, g'am, g'ussa yo'q. Eng o'sha qiyomatni dahshatli kunlarida ham, oxiratni eng og'ir imtihonlarida ham hamma g'am, g'ussaga botib, terga botib, qanday bo'lar ekan deb o'ylanib turgan vaqtda ham xotirjam, yuzlari kulib, qalblari to'lib rohatda o'tirishar ekan. Kimlar? Taqvodor kishilar. Allohning do'stlari.